Shoxlatgani kesgan qora shahzodamiz. Bu hozirgi holati. Kesgandan keyin qurib ketib qoladi ko'pchilikda shunaqangi bo'lib. Sababini aytamiz, xulosani o'zingiz chiqarasiz. Bu kaltagini o'zini qoldirib kesganimiz. Barg qancha kam bo'ladigan bo'lsa, suvni shuncha oz quyiladi. Tuproqdagi suvni ispareniyasini, xarajatini barg orqali qiladi. Ildizdan tortib oladi, bargdan chiqarib yuboradi. Shuning uchun siz kesdingizmi, kesganingizdan keyin nomigagina suv berasiz. Bo'ldi. O'shani o'zi bilan yangi kurtaklarini chiqarib oladi. Agar suvni ko'p berib yuboradigan bo'lsangiz, shu holatga tushadi-da, gul qurishni boshlaydi. Biz o'zimiz amal qilmaganimizning sababi bizda gul ko'p. Hammasiga bir xilda beramiz, nazorat qilish qiyinroq bo'ladi. Bu biz uchun hobbi bu. Shoxlatib o'stirish biz uchun hobbi. Qachon kessak bo'ladi deganlar uchun hozir kesish kerak. Hozir kesish kerak. Bo'ldi, olib tashlaysiz, bo'ldi. Xudo xohlasa ko'pgina shox bo'lib chiqadi. Foydali bo'lib qoladi.